Akalar Nexia 3 ishqibozlari uchun. Aka bu sizdanmi? Sizdanmi? Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Olasizlar. Buni yili necha ekan aka? Mashina. 2020 aka. Avtomat korobka, GK2 svetda. Yurgani 154 ming bo'pti. Torpeda avshikalarda qirilgan, silgan joylari yo'q ekan. Poliglari bor. 4 yumshoq balonlar taqilgan. Kraska holati qanaqa aka? Kraska o'ng tomon karnizida bor kraska. Keyin mana shu kapotini 3 pacha bo'lgan, kapotni betida bor. Bo'ldi. Ya'ni ichiga o'tmagan, любой ustosiga любой проверка. 154 ming yurgan mashina. Gap yo'q. Propanlari bor ekan, aka? Metani bor, Bu metani bu. Pokoleniya metan do'stlar. ABS bor ekan, yaxshi akkumulyator, konditsioner. Hamma yo'g'i zo'r holatda. Aka, mashinangizni ko'rdim, zo'r holatda ekan. Qancha so'rayapsiz, qancha qilib berasiz aka? Shuni ayting. Obunachilar uchun eng arzoni farg'ona. 7800 so'rayapmiz aka, baho aytyapmiz. O'zi bozor 8 so'rayapti 2020larda. 76 qilib beramiz aka, kelishtirib. 7600 ga yana kapot ustiga kelsa, ozmoz sunnatiga ham o'tib berasiz. Nomeringizni ayting aka. 90 304 47 Ha aka, aytgancha. Yaxshi odamlar bo'lsa gen chiqadimi? 3 yil gendan gen qilib beramiz. 3 yillik gendan gen ham bo'lar ekan akalar. Bo'ladi. Hozirroq mana shu videoni Nexia ishqibozlariga jo'natib qo'yamiz.